qisqacha darsli video. Bunaqa videolarni hech kim hali O'zbekistonda qilmagan, nimagadir qilmayapti ham. Bitta men qilyapman, o'shaning uchun foydali bo'lgan bo'lsa, foydali deb ketasizlar. Boshlang'ich o'rganish jarayonida hattoki buni professionallar ham bilmas ekan, bir xilgina. Bu reduktor. Reduktor ballonning ichidagi bosimni ko'rsatadi, mana bu yeri. Endi bu ikkita kolba chiqayotgan bosimni ko'rsatadi. Ya'ni buni ichidan chiqayotgan bosimni ko'rsatadi. Endi uni ko'pchilik qayerni qanday nastroyka qilaman deganlarga, ballonni ochganimizda mana bu ko'tariladi. Asosiysi ballon ochgandan keyin ballonning ichidan qancha bosim borligini ko'rsatadigan bu. Bu esa o'sha alohida chiqib ketadigan apparatga keladigan gazni sozlaydigan quloqchalari. Xo'p, bu yerda nechiga sozlashim kerak deganlarga qaranglar, yaxshilab ahamiyat beringlar. 7 ko'rdinglar-a? Saplovlarga shunga o'xshash son yozilgan bo'ladi. 7, 6, 5 har xil. Bu yerda 1 dan 25 gacha bo'lgan sonlar bor. Demak, bu yerga 7 yozgan bo'lsa, sharigingizni mana bu ichida zo'ldirchasi bor, ko'targaningizda zo'ldirib o'shungacha ko'tariladi. Mana hozir bir ko'tarilib tushdi ko'rgan bo'lsanglar. O'sha sharikka tegi o'sha 7 bo'lsa 7 da turish kerak. Ya'ni 7 sharikka tegida turish kerak. Xohlaganingizga ko'tarilasiz. Bilmadim sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Xullas, sharikka xuddi shunaqa sozlaysizlar.